Assalomu alaykum barchaga. IDS mavzulashtirilgan testlar to'plamining geometriya bo'limi 3-mavzu, demak uchburchakda burchaklar mavzusini misollarini aslo ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi misol nima deyilyapti? Uchburchakning ikkita ichki burchagi 98 bilan 42 bo'lsa, uchinchi ichki burchagini toping. Xo'p, bitta uchburchak chizadigan bo'lsak, bittasi 98 ekan, 98. Xo'p, yana biri 42 ekan. Keyingisini topish kerak ekan. Demak, uchinchisi bir x bo'lsa, uchalasini qo'shsak 180 chiqish kerak ichki burchaklari. X plus 42 plus 98 teng 180 bo'lishi kerak. Xo'p, x plus buni ikkalasini qo'shsak 140 bo'lib qoldi, teng 180, x teng 40 gradus chiqar ekan 40. Mana shuni belgilab qo'yamiz. Bu C variantda bizga berilgan. Keyingisi uchburchakning ikkita tashqi burchagi 100 bilan 140 bo'lsa, uning uchinchi tashqi burchagini toping. Demak, uchburchakning tashqi burchaklari yig'indisi 260 gradus bo'lishi kerak. Xo'p, bittasi 140, yana biri 100. Uchinchisini so'rayapti. Uchinchisi bir x bo'lsa, xo'p, 100 ni, 140 ni va ana shu x ni qo'shsak 360 chiqishi kerak. Xo'p, bu 240 bo'ladi. 240 dan 360 dan ayiradigan bo'lsak, 120 gradus chiqib qolgan uchinchi tashqi burchagi. ABC uchburchakda ABC 56. Demak, mana bunday bitta uchburchak chizamiz. ABC belgilaymiz. ABC 56 deb mana bu yerda aytayapti, 56 gradus deb. B ni aytadi. ABC o'rtadagi harf burchakni bildirib turadi. Uchburchakda A da balandlik o'tkazildi. Balandlik o'tkazilibdi A dan D ga. Va u 90 da tushadi. B A D ni toping. Bu D bo'lsa B A D. Ya'ni mana bu burchak bizdan so'ralyapti hozir x. Shu uch burchakda ham ichki burchaklari 180 likdan foydalanamiz. X plus 90 plus 56 180. Xo'p, bu necha bo'ladi endi? 146 bo'ladi. Ayirib qo'ysak 34 gradus bo'lgan. 34. Bu bizda A variantda berilgan. Keyingisiga o'tamiz. Chizmaga ko'ra alfani toping deyilyapti. Xo'p. Buni topsak ham bo'ladi. Masalan, 3-tashqi burchakni ham topib olaylik. Mana bu yerda. Betani topib olaylik. Xo'p, beta emas shuni. Masalan, bu alfani qo'shnisi-ku 180 minus alfa desak ham bo'ladi shu yerda. 180 minus alfa. Endi uchalasini qo'shsak 128 da 134 da 180 minus alfalarni qo'shsak tashqi burchaklar 360 bo'lishi kerak edi. Xo'p, endi bu necha bo'ladi? Alfani narigi tomonga o'tkazib yuboraman. 360 ni bu tomonga ayirsak 180 bilan minus 180 bo'lib qoladi. Keyin bunday narsa bo'lib qoladi. Buni qo'shsak 128 ga demak 8 ga 4 2, 2 ga 3 5 6 362 mi yo 200? 262. Hop, plus 180 minus 360 ko'rinishda bo'lib qolyapti. Alfa teng. Bu 180 bo'lsa ayirsak, yana 180 ayirib tashlasak bundan 82 bo'lib qolgan. Alfamiz demak 82 gradus ekan. Keyingi misolga o'tamiz. Uchburchakning ichki burchaklari o'zaro 3 4 5 nisbatda uchburchak katta burchakni toping. Ichki burchaklar mana shularni bir qanaqadir x soniga proporsional deb 3x 4x 5x deb 180 ga tenglaymiz ichki burchaklar yig'indisi. Xo'p, bu necha bo'ladi? 12 ta bo'ladimi endi? 12x bo'ladi 180, x teng 15 chiqadi. 15 ni qaytarib ko'paytirsak, mana bu 45 bo'lib qoldi, mana bu 60 bo'lib qoldi. 15 ni ko'paytirdik, bu 75 bo'lib qoldi. Demak, katta burchagi 75 ekan. Bizga katta burchagini so'rabdi. Xo'p, endi bu yerda x so'ralyapti. Ichki burchaklar yig'indisi 180 ligidan x ga 40 ni 32 ni qo'shsak 180 chiqishi kerak. Xo'p, bu 72 bo'ladi. 72 ni bu tomonga ayirsak 108 gradus chiqib qoladi. Bu C variantda bizga berilgan. 7-misol. Uchburchakning ikkita tashqi burchagi 48 va 62 ga teng. Ikkita ichki burchagi 48 va 60. Uchburchakning bu burchaklarga qo'shni bo'lmagan tashqi burchagi necha gradus deb aytilyapti.
Xo'p, masalan, uchburchak chizsak. Xo'p, mana bunisi 62, bunisini 48 deyapti. Shularga qo'shni bo'lmagan 3-chi tashqi burchakni top deyapti. 3-chi tashqi burchakni topish uchun, ana shu x topish uchun bu ikkalasini qo'shib qo'yish kifoya. 62 ga 48 ni qo'shib qo'yamiz. 110 gradus chiqadi. 110 bu D variantda berilgan. Teng yonli uchburchakning asosidagi tashqi burchagi 110 gradus bo'lsa, uning uchidagi tashqi burchagi toping. Demak, teng yonli uchburchakni asosidagi tashqi burchaklari mana bular 110 dan ekan. 110. Demak, ichkarisi nechidan bo'ladi? 180 bo'lish uchun 70 dan bo'ladi. O'zi ichi kerak emas ekan. Mana 3-chi tashqi burchak so'ralyapti. X da 110 larni qo'shsak 360 chiqish kerak tashqi burchaklar. 360 dan 220 ayirib qo'ysak 140 gradus bo'lib qolar ekan. Uchinchisi 140 gradus. 9-misol, uchburchakning ichki burchaklari 3, 4, 2 nisbatda bo'lsa, betdan toping deyapti. X bilan belgilaymiz. 3x, 4x, 2x deymiz. Buni 180 ga tenglaymiz. Xo'p, 9x bo'lamiz shunda. 9x teng 180, x teng 20 chiqyapti. Shu betdan so'rayapti. Betda 4 turgani uchun 4 ni 20 ga ko'paytiramizda 80 degan javobni olamiz. X toping deyilyapti. Tashqi burchaklar ko'rib turganingizdek va o'sha tashqi burchaklarda yig'indisi. Demak, qancha chiqish kerak? 3x plus 40, 2x plus 50 va 4x ni qo'shsak, bular necha gradus chiqishi kerak? 360 chiqish kerak tashqi burchaklar. Ularni qo'shsak, bu 5, bu bilan 9x bo'ldi. Mana bu ikkalasini qo'shuvdik. 90 bo'ldi. 90 dan ayirsak 270 bo'ldi. X teng 30 bo'ldi. 30 o'zi x so'rabdi mana. X 30 ekan. 11-misol, uchburchakning ikkita ichki burchagining yig'indisi 3-chi ichki burchagidan 4 marta katta. Uchburchakning 3-chi ichki burchagini toping deb aytilyapti. Uchburchakning ikkita ichki burchagining yig'indisi 3-chi ichki burchagidan 4 marta katta. Demak, bizda uchburchak berilgan bo'lsin. Alfa, beta, gamma deb belgilab olsak, ana shu alfa ga betani qo'shsak 4 marta katta ekan gammadan. 4 ta gammaga teng ekan. 3-chi ichki burchagini toping deyiladi. Qo'shib 180 ga tenglasak, alfa, beta, gammani qo'shib 180 ga tenglashimiz kerak. Alfa plus betani o'rniga 4 ta gamma qo'yib yuboramiz. Natijada 5 ta gamma teng 180. Gammani topib qo'ysak 36 o'zi shuni so'ragan. 36 mana bu variantda berilgan. Xo'p, alfani so'rayapti bu yerda, alfa. Demak, qarang, mana bu uchburchakda hozir EDA. Mana shu uchburchakni ikkita ichki burchagi yig'indisi 3-chi tashqi burchagiga teng, qo'shni bo'lmagan. Qo'shsak 50 bo'lyapti, mana bu yer 50 ga teng degan. Demak, endi alfani 50 ta va 65 ta qo'shib 180 ga tenglab qo'yishimiz kerak. Alfa demak bu yer nech chiqadi? Bu 115 yana 65 chiqgan. 65 gradus chiqib qolar ekan. Uchburchakning ikkita tashqi burchagi mos ravishda 135, 125 ga teng. Uchburchakning 3-chi ichki burchagini toping deyiladi. Demak, uchburchak berildi bizga. Xo'p, mana buni 135 dedi, buni 125 dedi. Mana bu 3-chi alfani so'rayapti. Bu yer 180 minus alfa deb yozib qo'yamiz. Uchalasini qo'shib 180 minus alfa plus 135 plus 125 shuni 360 ga tenglaymiz tashqi burchaklarga. Xo'p, alfani bu tomonga o'tkazib yuborsak, 135 ga 125 demak 260 bo'lib qolyapti. 100 bo'lib qolyapti, 80 bo'lib qolgan keyin alfa. 80. 80 degani bu yerda C variantda berilgan. Xo'p, bu yerdan x so'ralyapti. To'g'ri burchakli uchburchak, mana bu 90 gradus. Shunda bu ikkalasi ham 180 bo'lish uchun bu ikkovi ham 90 bo'lish kerak. 3x ga 2x ni qo'shamiz va 90 ga tenglaymiz. 5x teng 90 bo'ladi, x teng 18 bo'ladi shunda. O'zi bizdan x so'ralibdi, mana C variantda berilgan. 15-misol. Teng yonli uchburchakning yon tomoniga tushirilgan bisektrissasi va asosi orasidagi burchak 36 gradusga teng. Uchburchak uchidagi burchagini toping. Teng yonli
Uchburchak chizamiz. Yon tomoniga tushirilgan bisektrisa va asosi orasidagi yon tomoniga bisektrisa tushirdik. Mana burchaklar teng ikkiga bo'lindi. Alfa alfa bo'ldi bisektrisa bo'lgandan keyin. Asosi orasidagi burchak 36. Mana shu yerda 36 deb aytgan ekan o'zi. Bisektrisa bilan asos orasi mana shu 36 bo'lib qolgan. Demak, asosidagi burchaklari 72 ekan, bu yer ham 72 bo'ladi. Xo'p, uchidagi burchagi deyilyapti. 72 demak, uchida qanaydir bir alfa bo'lsa, alfa plus 72 plus yana 72 180 bo'lishi kerak. Bu 144 bo'lyapti. 144 ni bu tomonga ayirsak 36 bo'ladi. 36 gradus ekan. B variantda berilgan. Demak, 16-misol. Teng yondosh burchakda uchidagi tashqi burchagi 104 bo'lsa, asosidagi tashqi burchak necha gradus deyapti. Xo'p, uchidagi tashqisi berilibdi. Demak, mana bu 104 ekan. Keyin yana bitta qoida bor. Masalan, teng yonli asoslar teng. Shu ikkalasini qo'shsak 104 chiqishi kerak. 52 dan bo'lar. Lekin bizga shuni tashqarisini so'rayapti. 52 ni tashqarisini topib qo'yadigan bo'lsak, necha bo'ladi bu? 128 bo'ladi. 128 ekan javob. A variant. X toping deyapti. Qo'shamizda bularni 180 ga tenglaymiz. Ichki burchaklar. 3x plus 10 ikkita x plus x plus 8. Buni tenglaymiz 180 gradusga. Hop, bu 5x bo'ladi. 6x bo'lar ekan. 6x bo'ladi. Demak, 18 bo'ladi. 18 ni bu tomonga ayirsak 162 bo'ladi. X teng, demak bu yerdan 27 bo'ladi. Nima 27? X 27 ekan bo'ldi. A variant to'g'ri. 18-misol. Uchburchakning ikkita burchagi 2 ga 3 nisbatda. 3-burchagi bu burchaklarning kattasidan 20 ga katta. Ikkita burchak 2 3. 3-burchagi kattasidan 20 gradusga katta. Uchburchak chizib olamiz. Demak, bittasi 2x ekan, bittasi 3x ekan. Mana bu kattasi 3x dan 20 ga katta ekan. Uchburchakning kichik burchagi necha gradus? Ya'ni 2x so'ralyapti bizdan. Topamiz, hammasini qo'shamiz. 2x da, 3x da va 3x plus 20 ni qo'shamizda 180 ga tenglaymiz. Shunda bu 6 8x bo'lib qoldi, teng 160. 168 ga bo'lsak x 20 ekan. 20 ni mana bu kichkina burchak so'ralyapti. 2 ga ko'paytirib qo'ysak 40 gradus chiqar ekan. Bu C variantda berilgan. Xo'p, 19-si D, E va B si parallel. B, A, C ni qiymatini toping. B, A, C. Mana bu yer so'ralyapti bizdan. Mana shu yer so'ralyapti. Endi qarang, 110 ni mana bu qo'shnisini topib olamiz. 110 ni qo'shnisi necha bo'ladi? Hop. 110 ni qo'shnisi demak 70 bo'ladi. Bu yerga 70 yozamiz. Mana bu parallelligidan aytyapti. E bilan mana bu B, C bir-biriga parallel. Mana shu parallellikdan bu yer 50 bo'lsa, mana bu yer ham 50 bo'ladi. Ikkalasi mos burchaklar bo'lyapti. Shunda endi x topish uchun nima qilamiz? X ni 70 ni 50 ga qo'shib 180 ga tenglaymiz. X teng bu 130 bo'lsa, 130 da 120 ya, bu 120 ni ayirsak 60 gradus chiqar ekan. X'imiz 60 gradus. C variant. 20-misol. Teng yonli uchburchakning yon tomoniga tushirilgan balandligi asosi bilan 22 gradusli burchak hosil qiladi. Teng yonli uchburchakning yon tomoniga tushirilgan balandligi asosi bilan. Xo'p, teng yonli uchburchak chizamiz. Yon tomoniga tushirilgan balandligi deyapman. Balandlik tushiramiz. Asosi bilan 22 gradus hosil qilar ekan. Shunda mana bu yer topib olamiz asosida burchakni. 90 da 22 ni x ni qo'shsak 180 bo'lishi kerak. Xo'p, bu 90 da ayirsak yana 90 bo'ladi, 22 ni ayirsak 68 gradus bo'ladi. Asosi 68 gradus ekan asosidagi burchak. Uchidagi burchak so'rayapti. Bu ham 68 gradus. Demak, uchidagi burchakni bir alfa desak, alfa plus 2 ta 68 bo'ladi. Chunki asoslari bir xil, 68 dan 180 bo'lishi kerak.
Xo'p, bu 120 bo'lganda ayirib tashlasam 60 qolaydi, yana 16 ni ayirib tashlasam 44 gradus qolgan. Bu B variantda bizga berilgan. Keyingisi, birinchi misolda nima deyiladi? Ikkinchi testda bu. Xo'p, alfa so'ralyapti bizdan, alfa. Qaysi burchaklar teng? Mana burchaklar teng ekan. Xo'p, 36 ga 17 ni qo'shsak, necha bo'ladi? 53. Mana bu 53. Ikkita ichki burchak yig'indisi uchinchi tashqi burchakka teng. Bu ham 53. Demak, alfani 53 ni yana 53 ni qo'shsak, bu ham 180 bo'lishi kerak. Alfa teng bu 106, 106 ni bu tomondan ayirib qo'ysak 74 gradus bo'lib qoladi. C varianti. Ikkinchi misol. ABC uchburchakning AD va BE balandliklari O nuqtada kesishadi. Xo'p. Chizamiz. Demak, mana ABC uchburchak. ABC uchburchak deylik. AD balandligi mana bunday AD balandlik mana bu yerga tushirdik. Xo'p, BE balandlikni ham tushirib qo'yamiz mana. Ana shu O nuqtada kesishdi bu yer O deyapti. ASB 72. ASB B qani? Mana buni belgilab qo'yaylik-da, balandliklarda AD balandlik va mana bu BI balandlik bo'lib qoladi. Endi bizga aytilyapti ASB mana bu burchakda aytibdi 72. Bu 72 gradus ekan. IOA mana bu burchak so'ralyapti bizdan. Mana bu x so'ralyapti. Mana bu. Xo'p, endi qanday topib olamiz buni? Bu 90, bu 72, mana bu yer 18. 180 bo'lish uchun. Endi bu 18, mana bu 90, mana bu yer 72. 180 bo'lish uchun. Mana shu kichkina uchburchakka qarasak. 72 bo'lsa, bu ham vertikali, bu ham 72 bo'lib qolgan ekan. Javob demak 72 gradus ekan. A variantda bizga berilgan. Uchinchi misol. Bizdan alfa so'ralyapti. Xo'p, mana bu yer alfa, mana bu beta, buni beta deb yozib turamiz. Endi shunda katta uchburchak uchun 180 ga teng deb olsak, ikkita alfa, ikkita beta va 68 ni 180 ga tenglaymiz. Ikkita alfa plus ikkita beta buni ayirib beradigan bo'lsak, 112 gradus bo'lib qoladi. Alfa plus beta bu yerdan 56 gradus bo'lib qoladi. Endi mana bu qidirayotgan joyda bir x deb belgilab turaylik. Alfani, betani ana shu x ni qo'shsak 180 chiqishi kerak. Alfa plus beta bizda bor 56. 56 ni qo'yib bu tomonga ayirib beramiz. 180 minus 56. X teng demak necha chiqadi? 180 dan 56 ni ayirsak 124 gradus chiqib qoladi. Bu B variantda berilgan. To'rtinchi misol. ABC uchburchakning AL va SK besiktrisalari F nuqtada kesishadi. Yana uchburchak chizamiz. A bo'lsa, A dan L bitta besiktrisa tushiribmiz. AL. Keyin mana bu burchaklar teng ikkiga bo'lingan. Bu yer alfa bo'lsa, bu yer ham alfa bo'lib turibdi. Keyin ABC. B mana buni S desak, yana bitta S dan K besiktrisa tushiramiz. K. Xo'p, bu yer beta bo'lsa, mana bu yer ham beta bo'ladi. Endi o'shalar F nuqtada kesishdi. Mana bu nuqtamiz F. ABC 84. ABC mana bu yer 84 gradus ekan. AFK ni toping deyapti. AFK. Xo'p, mana bu burchak so'ralibdi. Mana bu joy so'ralibdi bizdan. Topamiz. Uni topish ham qiyin emas. Birinchi mana bu yerini topib olsak, mana shu yerni. Mana shu yerni topish oson ekan. 180 minus x deb yozib qo'ying. Bu yoqda x bo'lsa, bu yer 180 minus x bo'ladi. Katta uchburchakda ichki burchaklar 180 ga tengligidan bitta foydalaning. 84 plus ikkita beta, ikkita alfa 180 desam, 84 da ayirsak 96, 2 ga bo'lib yuborsak, beta plus alfamiz 48 gradusga teng ekan. Endi mana bu uchburchakda bitta ichki burchaklar yig'indisi 180 likdan foydalanamiz.
alfa plus beta plus 180 minus x teng 180. 180lar qisqarib ketsa x teng alfa plus betaga teng bo'lib qolgan. Demak, alfa plus betani biz 48 ligini topdik, bo'ldi. X 48 ga teng ekan. Uchburchakning ichki burchaklari 1, 2, 3 nisbatda, tashqi burchaklari qanday nisbatda? Bularni x bilan belgilab olamiz. X 2x 3x deymiz. Xo'p, shunda mana bu necha bo'ladi? 180 ga tenglasak. 6x teng 180, x teng 30 gradus bo'ladi. 30 ni qaytarib ko'paytirsak 30, 60, 90 bo'lib qoldi. Endi tashqilar, masalan 30 ni tashqisi 180 dan shuni ayirishim kerak-da. 180 dan 30 ayirsam 150. 60 ni tashqarisi 120, 180 dan ayirsam 90 niki baribir ham 90. Shular yozamiz. 150, 120, 90. Hammasini 30 ga bo'lib yuborsak 5, 4, 3 nisbat bo'lib qolgan ekan. 5, 4, 3 bu B variantda bizga berilgan. Keyingi misolga o'tamiz. 6-misol ekan. Xo'p, bizdan x so'ralyapti. X so'ralyapti, muammosi yo'q. Mana bu yerda alfa desak, bu yerda ham alfa, bu yerda beta desak, mana bu yer ham beta bo'lib qoladi. Katta uchburchak uchun bitta ichki burchaklar yig'indisi 180 ligidan foydalansam, keyin mana bu yerda ham x deb belgilab qo'ysak bo'ladi. X bilan vertikal burchaklar ular. Demak, 2 ta alfa plus 2 ta beta plus 60 teng 180 ligidan 2 ta alfa 2 ta betani 120 ligi paydo bo'ladi. Alfa plus betani esa 60 gradusligi paydo bo'ladi. Endi mana bu uchburchakni bitta ichki burchaklar yig'indisi 180 ligini ishlatsak, alfa plus beta plus x teng 180. Alfa plus betani o'rniga 60 qo'yib yuboramiz. 60 plus x teng 180, x teng 120 gradus bo'lib qoladi. Bu B variantda berilgan. ABC uchburchakda BD bisektrisa. Chizib olamiz. Xo'p, ABCda BD bisektrisa tortildi. BD. Mana burchaklar x teng ikkalasi ham. Xo'p, AB bilan BD teng. AB mana bu tomon bir A tomon bo'lsa, BD ham A tomon teng ekan ular. DC ham teng. Mana bu ham teng. ABCni toping degan bo'ldi. Topib qo'yamiz, mana qarang. Mana bu teng yonli bo'lib qolyapti hozir. A bilan bu A ham tengligidan bu yer ham x bo'lib qoladi. Mana bu x ligidan bu yer ham x bo'lib qoladi. Chunki A bilan A teng yonli. Bu yerda ham mana bular teng yonli bo'lyapti. Uchidagi burchak x bo'lyapti faqat. Mana bu burchaklari endi 180 dan x ta ayirib, shuni yarmi. Nima deb yozsak bo'ladi? 180 minus x taqsim 2 da mana shu yer. 180 dan bu 3ni ayirib tashlasak, 2 ga bo'lib qo'yishimiz kerak mana bu ikkita teng yonli. Endi bo'ldi, katta uchburchagimizda 180 ga tenglaymiz burchaklarni. A burchagimiz demak 180 minus x taqsim 2, B burchagimiz 2x, C burchagimiz x. Ana shuni 180 ga tenglaymiz. 2 makhraj berib bersak, 180 minus x plus 4x plus 2x teng 360. Xo'p, keyin bu 6 5x bo'ldi, teng 180. 180 ni tomonga ayirdik. X teng 36. Bizdan B, A, B, C burchak, mana B ni so'rayapti. 2 ta x bo'lgani uchun 2 ta 36 ni 72 degan javob olamiz. Xo'p, 8-misolda shu turdagi savollarda mana shu yulduzchani hamma 5 ta yulduz, agar 5 yulduz bo'lsa, mana bu hamma burchaklarni qo'shsalaringiz 180 chiqishi kerak. Demak, alfa plus necha bo'ladi? 30 ga 20, 50, 90, 90 ga 40, 130. Shuni 180 ga tenglasak, alfamiz bu yerdan 50 gradusga kelib qoladi. Bu C variantda bizga berilgan. 9-misol, ABC uchburchakda BAC 60 deyapti. Chizib olamiz. ABC uchburchak. Xo'p, ABC BAC 60, BAC A burchakda deyapti. ABC 80, mana buni aytyapti 80 ligini. BD bisektrisa. C burchakni o'zimiz topib qo'yib, bu 40 ligiga kelib qoladi 180 bo'lishdan. Bu 140 40 bo'lib qolyapti. BD bisektrisa.
BD besiktir esa tortamiz. Bu ham 40 ajralib qoldi ikkalasi ham. Xo'p, BDS mana bu x burchakdan BDA mana bu y burchakni ayirmasi so'ralyapti. Xo'p, 40 bo'lsa mana bu BDS uchburchakda ichki burchagi 180 dan 40 x 100 ekan. X 100 gradus bo'lar ekan, y esa uni qo'shnisi bo'ladi, 80 gradus bo'ladi. Ikkalasini ayirsak 20 gradusga teng bo'lib qolar ekan. Xo'p. Keyingi savol, 10-savol, uchburchakning ikkita burchagi yig'indisining tangenisi 3 dan 2 teng. 3-burchagining katanginisini toping. O'z uchburchakda 3 ta burchak bo'lsa, alfa, beta, gammalar bo'lsa, qo'shsak 180 chiqishi kerak ichki burchaklar. Shunda alfa plus beta 180 minus gamma bo'lib qoladi. Endi ikkita tomonni tangenuslarga borsak, tangenus alfa plus betamiz tangenus 180 minus gamma bo'lib qoladi. Xo'p, tangens alfa plus betani 2 taqsim 3 deb aytayapti. 180 dan tangens keltirish formulasida minus tangens gamma bo'lib qoladi. Minusini o'tkazib qo'ysak, tangens gammamiz minusdan 2 taqsim 3. Endi bizga katangens so'ralibdi, shuni teskari qilib qo'yamiz. Katangens gammamiz minusdan 3 taqsim 2. Xo'p, minus 3 taqsim 2 bu D variantda bizga berilgan. Hop, 11-misol x so'ralyapti bizdan. Xo'p, mana bu yer bir alfa bo'lsa, bu yer ham alfa, mana bu yer beta bo'lsa, bu yer ham beta. X so'ralyapti. Mana bu yerchi. Bu yer 180 minus, mana bu ikkita alfani nima aytib kerak? Ikkita alfa, mana bu yerchi. 180 minus ikkita beta. Shu uchalasini qo'shsak 180 chiqishi kerak. Demak 36 plus 180 minus 2 ta alfa 180 minus 2 ta beta ana shu yana 180 ga teng chiqishi kerak. Bitta 180 dan ayirib tashlab 2 alfa plus 2 betani tenglikda bu tomoniga o'tkazib qo'ysak, bu yerda nimalar qoladi? 36 plus 180 qolyapti. 36 ga 180 qo'shsak 216. 2 bo'lib yuborib alfa plus betani 108 gradusli deb chiqadi. Demak, mana bu alfaga betani qo'shsak 108 bo'lsa, bu ham 180 bo'lishdan bu 72 bo'lish kerak-da. 72 gradus ekan. Keyingi misol. Xo'p, uchburchakda ichki burchaklari berilgan 2 3 1 nisbatda bu 60 90 30 ni bildirib turibdi. X bilan belgilasak, sinus demak 60 gradusda iltizosida 3 taqsim 2. Xo'p, sinus 90 gradusda 1 ga teng va sinus 30 gradusda 1 taqsim 2 ga teng. Hammasini 2 ga ko'paytirib bersak, iltizosida 3 2 va 1 nisbatda bo'lib qolgan. Iltizosida 3 2 1. Bu demak B variantda bizga berilgan sinuslarning nisbati. Keyingisi 13-si. Xo'p, alfani qiymati so'ralyapti bizdan. Alfani teng yonli degan joylariga e'tibor beramiz. Mana bu bilan bu teng yonliligidan bu yer ham 38 bo'lib qoladi. Keyin shu ikkita 38 yig'indisi 76 bo'lsa, mana bu yerga teng bo'lib qoladi. Ikkita ichkini yig'indisi 3-tashqiga teng. 76 bo'lsa, bu ham 76 bo'ladi teng yonligidan. 76 ga 76 ni qo'shsak 152. Xo'p, alfaga yana 28 yetmayapti. Mana shunday. A'si asosli, A'si teng yonli uchburchakda. Demak, teng yonli uchburchak chizamiz. A'si asosi bo'lsin ekan. Xo'p, A'ni besiktrisa. A'ni besiktrisa tortilibdi va mana bu yer x bir xil ajraldi. Xo'p, AB'si 40. Bu yer 40. Ichidagi burchak 40 ekan. AD'sini toping. Mana bu yer so'ralyapti. Xo'p, 40 bo'lsa, mana 40 gradus bo'lsa, bular 70 dan bo'ladi. Mana bu 70 ni yarmi 35 bo'lib qoladi. 35 ga 70 qo'shsak 105, mana bu yer 75 bo'lish kerak. 180 bo'lishi uchun javob 75 ekan. Bo'ldi, shu joy so'ralgan bizdan.
Xo'p, ABC uchburchak ichida O nuqta shunday joylashganki, ABC uchburchak ichida OA, OB, OC'lar teng. Shunday aytaylik, joylashtirdik. ABC. Bu mana bu bilan teng. O joylashtirgan bo'lsak va OC bilan ham teng bu. Hammasi teng bu bajarilgan. AOB 110. AOB mana bu yerda aytayapti, 110 gradus ekan. 110 bo'lsa mana bu teng yonli hosil bo'lib qolgan. 70 bo'lsa bular 35 gradusdan bo'ladi 180 bo'lish uchun. ASB ning qiymati so'ralyapti. ASB. Mana bu jami so'ralyapti shu yer. Demak, yana qanday xulosalar bera olamiz bu yerda? Yana qanday xulosalar bera olamiz? Hozir mana bu burchamiz x bo'lsa, mana bu ham x. Ikkalasi teng bir-biriga. Xo'p, keyin mana bu bir y bo'lsa, mana bu ham y. Bu ham teng. Bu bilan buni teng yonligidan. Demak, mana buni bir alfa deb belgilab qo'ysak, buni beta deb belgilab qo'ysak. Endi qanday tengliklar hosil qila olamiz? Pastda 2 x plusdan alfa 180 ligini topa olamiz pastdan. X 2 x mana shunday. Keyin bu yerdanchi 2 y plus beta ham 180 ligidan foydalansak bo'ladi. Keyin mana bu o'rtadan alfa, beta 110 ni qo'shsak, bir aylanib olyapti-ku. Bu 360 ga teng bo'lishi kerak. Mana bu o'rta. Shu yerdan alfa plus betani topib qo'yamiz. Alfa plus betamiz demak 250 gradus ekan. Endi mana bu bitta qo'shib yuborsak, 2 x plus 2 y alfa beta teng 360 bo'lib qolyapti. Alfa betaga 250 qo'yib yuborsak, 2 x plus 2 y. Xo'p, bu tomonga 250 qo'yib ayirsak 110 bo'lib qolyapti. 2 ga bo'lib qo'ysak x plus y imiz 55 gradus ekan. Endi o'zi S burchak so'ralgan, mana x plus y so'ralgan bo'lsa-da, bu 55 gradus ekan. Xo'p, davom etamiz. Keyingisi 16-misol bo'lyapti bizda. 16-misolda nima deyilgan? Chizmada berilgan ma'lumotlarga ko'ra alfani toping deyilgan. Xo'p. Mana bu ham 90. 40 bo'lsa, bu yer 50 bo'lsa 180 bo'ladi mana shu uchburchak. 50 bo'lsa, bu ham 50. Endi mana shu uchburchakdan ham foydalansak, 50 ga 15 65 bo'lsa, mana bu yer 115 bo'lish kerak. 180 bo'lish uchun mana C variantda biz osongina berilgan ekan. Xo'p, 17-misol. ABC teng yonli uchburchakning AC asos uchidan C'da beskriza tushirilgan. C mana shuni B deylik qani, C'da beskriza tushirdik. Xo'p, bu yer x bo'lsa, bu yer ham x. Keyin agar ADC 144. ADC mana bu yer 144 bo'lsa, ABC ning qiymatini toping. ABC so'ralyapti. Bu yerda qandaydir alfa deylik, alfa so'ralyapti. Topamiz, qarang. Mana bu yerda bir y burchak deylik. Birinchi mana shu kichkina uchburchakni 180 likdan foydalanamiz. X plus y plus 144 180. Endi katta uchburchak uchun olaman. Katta uchburchak uchun. Xo'p, qanday olaman? 2 x plus y plus teng yonli uchburchak deyilgan ekan. Teng yonli. Teng yonli deyilgan bo'lsa, hozir bunday qilamiz.
Demak, A'si asosi bo'lsa, mana bu ham 2x bo'lib qoladi. Bu yerda 2x bo'lsa, bu ham 2x. Shunda qo'shamiz. Mana bu 2x da, x da 144 ni qo'shsak, 180 chiqishi kerak. Xo'p, bu 3x bo'ladi. Buni ayirsak 36 bo'lyapti. X ning 12 gradus bo'lyapti. Biz alfa so'ralgan, lekin katta uchburchak uchun ham olamiz. Bu yerda 2x, bu yerda 2x, 4x bo'lyapti. Plus alfa, bu ham 180 bo'lishi kerak. Xo'p, x o'rniga 12 qo'ysak 48 plus alfa teng 180 bo'lishi kerak. Alfa teng 132 gradus chiqadi. B variantda berilgan. Keyingisi 18. Chizmada berilganlarga ko'ra x so'ralyapti. X. Nima qilsak ham bo'ladi? Masalan, 110 da bu tomoni 360 dan ayirsak 110 dan necha bo'ladi? 250 bo'ladi. Mana shu to'rtburchak bo'lib qolyapti. Bu to'rtta burchak borda, mana bitta to'rtburchak, ana shuni 360 ga tenglab qo'ysak ham bo'ladi. X plus to'rtburchakning ichki burchaklari 360 bo'lishi kerak. 250, yana keyin x plus 10 ham bor. Shuni 360 ga tenglab qo'yamiz. Xo'p, bu yerda 2 ta x bo'lib qoldi. Mana bu 40, 50, 300 bo'lib qoldi. Teng 60 bo'lib qolar ekan. X teng 30 gradus bo'lar ekan. B variantda berilgan. 19. Uchburchakning burchaklari aritmetik progressiyani tashkil qiladi. Uchburchakning eng kichik burchagi 48 ga teng bo'lsa, eng katta burchagi necha gradus? Xo'p, aritmetik progressiya A1, A2, A3 lar tashkil qilingan. Qo'shsak 180 ga teng. Bittasini aytib 48 deyapti. Hammasini yoyib chiqsak A1, mana buni A1 plus D desak, bunisini A1 plus 2 ta D desak, 180 ga tenglasak, 3 ta A1 plus 3 ta D bo'lib qolyaptimi? Teng 180, 3 ga bo'lib yuborsak, A1 plus D teng 60 bo'lib qoladi. Bunga 48 qo'shib yuborsak, D 48 qo'yib yuborsak A1 o'rniga. Ayirmasi 12 ga teng bo'lar ekan. Demak, 12 qo'shilib ketaver ekanda 48 bo'lsa, 60 bo'lar ekan, 72 bo'lar ekan. Eng kattasi 72 ekan, shu so'ralgan bizdan. Xo'p, 20-chisi besiktagi esa o'tkazilgan va balandligi o'tkazilgan. Endi x burchak so'ralyapti. ABC 72. ABC 72, mana bu 72. ACB 48, mana bu 48. Tepa necha bo'ladi? Xo'p, yana bunday joylarni ham topib qo'yaman. Masalan, 90 bo'lsa, 72 bo'lsa, mana bu 18 bo'ladi. Xo'p. Besiktir esa qaysi? Mana bu besiktir esa. Bu tomoni 18 bilan x bo'ladigan bo'lsa, bu tomoni ham 18 plus x bo'ladi. Teng bo'ladi-da ular. Xo'p, mana shu tengliklardan foydalandim. X topishim kerak. 72 ga 48 ni qo'shsam 120 bo'lyapti. 120 tepa 60 bo'lishi kerak. Demak, 18 plus x, yana bitta 18 plus x. Buni nechiga 60 ga tenglashim kerak 180 bo'lish uchun. 2 ta x teng 36 ni ayirib qo'yadigan bo'lsam 24 bo'ladi. X teng 12 gradus bo'ladi. Va variantda berilgan. Xo'p, 3-testini ham ko'rib chiqamiz. 3-testi nima deyilyapti? A'si asosli teng yonli uchburchakning uchidagi burchagi 40. Demak, uchburchak chizamiz. A'si asosli debdi. Uchidagi burchak 40. Mana bu 40. 180 dan 40 ayirsak, bular 70 dan bo'lib qoladi. 140 bo'lib qoladi. 70 dan. B'si tomonda AD teng A'si. B'si tomonda D nuqta olinibdi. AD bilan A'si bu teng bo'lib qolishi kerak. Mana shunday D nuqta olinibdi. Natijada bu bilan bu bir-biriga teng bo'lib qolibdi. 70 likdan bu yer ham 70 bo'lishi kerak. Teng yonligidan bu yer 40 bo'ladi shunda. Xo'p, bu yerga 30 qolyapti. 70 bo'lish uchun. Nima so'ralgan endi bizda? D nuqta olingan. B A D ni toping. B A D bu 30 so'rabdi. 30 da aytayapti. Xo'p, bu yerda-chi, bu yerda misolda ayovsiz jang bo'ladiganga o'xshayapti bu yerda. X toping deyilyapti. Asta-asta topamiz mana. 80 bo'lsa, 30 bo'lsa necha bo'lyapti? 110 bo'lyapti, bu yer 70 bo'lishi kerak.
Shunda mana shu yer jami mana shu yer 180 ligidan 70 ga 55 ni qo'shsak 125. Shuni 125 mana bu yer 55 lik kelib chiqadi mana bu yerda. Mana shu yerda 55 lik kelib chiqadi. 80 ni qo'shnisi 100. 100 bo'lsa 55 bo'lsa 180 bo'lish uchun mana burchagimiz necha bo'lish kerak? 35 mi? 55 ga nechini qo'shsak 90? 35 ta. Bu yer 35 lik kelib chiqadi. 80 ligidan mana bu yerim 80 lik kelib chiqadi keyin. 80. Yana nimalar ayta olamiz? Mana bu yer 100 lik kelib chiqadi. 100 130 bo'lsa mana bu yer 50 lik kelib chiqadi. 50. Endi mana bu yer ham kerak bizga hozir. Bu yerda qanday topamiz? Hop, 35. Endi mana bu burchak qayerdan keladi? Mana bu burchak. Bu ham 35 da, to'g'ri? Mana 30 teng bo'lib ketayotgan bo'lsa, besiktirsa bo'lsa, bu ham besiktirsa bo'ladimi shunda? Bu ham 35. 35 ga 80. 115. 180 bo'lish uchun mana bu yer 65. Endi bu yer 180 bo'lish uchun 50 ga 65. Xo'p, 115 yana 65 bo'lish kerak. Endi x 65 gradus bo'lagan keyin. Davom etamiz. ABC uchburchakda ABC 48. Chizamiz uchburchak. Xo'p, ABC tepaga A ni yozib qo'yib qani ABC. Xo'p, mana buni 48 gradus deb aytibdi. ASB 54. Bu yerda 54 debdi. Xo'p, AD balandlik. AD balandlik tushirdik bitta mana. Xo'p, AL besiktirsa mana AL besiktirsa ham tushirdik. L bu D. Orasidagi burchak. Xuddi boya ham bitta savol ko'rdik. Mana shuni orasi bir qanaydir x bo'lsa, ana shu x so'ralyapti bizdan. Xo'p, qanday topamiz endi? Mana bu 48, bu yer 90. Mana bu yer necha bo'ladi? 48 32 bo'ladimi? 32 bo'lsa 80 qoladi, 42 bo'lib qoladi. 42 bu yer. Xo'p, endi mana bu tomoni ham 42 plus x. Bu tomon 42 plus x bo'lsa, bu tomon ham 42 plus x. Endi bu ikkalasini qo'shamiz. 180 dan ayirsak tepa chiqishi kerak. Ana 42 plus x dan ikkita bor. Ana shu ikkitasi nechaga teng bo'lishi kerak? Qo'shsak bu 90 12 102 180 dan 102 ni ayirsak 72 bo'lishi kerak. 2 ga bo'lib beramiz. 42 plus x imiz teng 36 chiqib qoldim. Xato tushirdimmi yo? Demak, balandlik joy almashib qoldi. Joy almashib qoldi. Balandlik kattaroq burchak tomon qarab tushish kerak. Xo'p, hozir buni joyini almashtiramiz. Ozgina chizmamizda xatolik bo'ldi. Joy almashib qoldi, minusdan chiqib qoldi natijada. Minus chiqsa ham farqi yo'q edi. O'zi shu javob topib ketsak bo'laydi. Plusligi deb. Mana bunday chizsak. Demak, A xo'p 54 ni mana bu yerda B desak, bu yerda C desak, bu yer 54. Endi tushirsak balandlik. Xo'p, besiktirisani mana bunday tushirsak, mana bu 48. Xo'p, bu yer 90, bu 54. Necha yetmayapti endi? Mana bu yerga necha yetmayapti? 54 ga nechini qo'shsak 36 mi? 36 bo'lyapti. Bu yer x. Mediana bu besiktirsa bo'lgandan keyin bu tomoni ham 36 plus x bo'lishi kerak. Teng bo'lishi kerak. Teng 2 ga bo'lgan. Mana bu yer bilan bu yerda teng bo'lgan. Xo'p, shunda tepa necha bo'lishi kerak? Mana bu ikkalasini qo'shyapmiz. 102 bo'lyapti. 72 bo'lishi kerak. 2 ta 36 plus x imiz teng
36 bilan 36. 78 ga teng bo'lishi kerak. 78 da bu ikkovini qo'shsak 102, 180 bo'lsa 78. 2 ga bo'lib bersak 36 plus x'imiz teng 39, x teng 3 gradus ekan. 3 gradus chiqar ekan. Bu bizga A variantda berilgan. Keyingisiga o'tamiz. 4-misolda bizga x burchak so'ralyapti. Va qaysilar berilgan? Parallellik berilgan. AB ga FG. Xo'p, parallel 48 da aytgan. 48 bo'lsa, mana teng yonli ekan. Teng yonliligidan foydalanamizda. Xo'p, 180 dan 48 ayirsak necha bo'ladi? 132 bo'ladi. 132 demak 66 dan bo'linadi. Mana bular 66 gradusdan ekan. Endi bu 66 ligidan mana shu bularni parallelligidan foydalanamiz. Ichki bir tomonli burchaklardan kelib chiqadi-da. 180 dan 66 ni ayirsak 114 mi? Mana bu yerda 114 graduslik kelib chiqadi. Endi 114 ni 180 ayirsak 66, mana bular 33 dan to'g'ri kelib qoladi. 33 dan. Endi shu yerdan jamini 180 ga tengligidan foydalanamiz. Yoyiq burchak x plus 33 plus 66 180 ligidan foydalansam bu 99 bo'ladi. 99 bo'lsa 81 bo'ladi keyin javob. X 81 gradusga teng ekan. 5-misol. ABC uchburchakning ichida O nuqta shunday tanlanganki, boya ham bitta misol ishladik shunday. Demak, ABC uchburchak O nuqta tanladik. Mana bular teng keyin bir-biriga. Bir-biriga mana shunday teng. ABC. Bular bir-biriga teng. Xo'p, ASB 72. ASB. Mana bu jami 72 ekan. ABO ni toping. ABO. Mana bu O bo'lsa, mana bu yer so'ralyapti. Xo'p, belgilashlar olaman bir nechta. Masalan, mana bu yerda x deb belgilasam, mana bu yerim x bo'ladi. Bu yerda y deb belgilasam, teng yonligidan bu yer y bo'ladi. Mana bu yer z deb belgilasam, teng yonligidan mana bu yer z bo'ladi. Endi shularni qo'shib 180 ga tengligidan foydalanamiz. Bizdan nima so'ralyapti? So'ralayotgan narsa x so'ralyapti deylik. Ikkita x plus ikkita y plus ikkita z 180 ga teng ekan. X plus y plus z nechaga teng ekan bu yerdan? 90 ga teng ekan. Endi mana bu joyi bizga S burchakda aytgan 72 deb aytgan. Y plus z teng 72 bo'lsa, mana bu yerga qo'yib yuboramiz. X plus 72 bo'lib qoladi teng 90, x teng 18 gradus chiqar ekan. Bu bizga S variantda berilgan. Xo'p, keyingi misolga o'tamiz. Keyingi misol ABC uchburchakning AL va SK besiktrisalar F nuqtada kesishadi. Bunga o'xshagan misol ham bo'ya ishladik. Demak, chizamiz ABC uchburchak. ABC uchburchak mana. Xo'p, AL va SK besiktrisalar F nuqtada kesishadi. A dan L besiktrisa tortamiz. S dan K tortamiz besiktrisa va ular L nuqtada kesishdi. F nuqtada kesishadi. Uzr. F nuqtada kesishdi. Shunda K F L mana shu yerda aytayapti. K F L 112. 112 deb aytdi shu yerda. ABC ning qiymatini toping. Mana bu yer so'ralyapti bizdan. Xo'p, besiktrisa bo'lsa, mana bu yer alfa bo'lsa, bu yer ham alfa. Xo'p, bu yer beta bo'lsa, bu yer ham beta. Mana bu 112 bo'lsa, bu yer ham 112. Endi men pastdagi uchburchakni 180 ga tengligini foydalansam, alfa plus beta plus 112 teng 180. Alfa plus betani bu yerdan bu tomonga ayirsam 68 lik kelib chiqadi. Endi katta uchburchak uchun ham olaman. X plus ikkita alfa plus ikkita beta teng 180. Alfa plus betani o'rniga 68 qo'yib yuborsak, 2 ga ko'paytirsak 136 teng 180 bo'lib qoldi. X teng 136 ni ayirib qo'ysak 180 dan 44 gradus chiqadi. Mana shu variantda berilgan.
Keyingi misolga o'tamiz. Kvadrat berilibdi. O'sha yerda alfa so'ralibdi. Muntazam uchburchaklar ham berilibdi bizga. Keyin qaysi uchburchaklar? ADI. Demak, ADI muntazam uchburchak berilgan bo'lsa, mana bu 60. Mana bu 60. Keyin mana bu yerim to'liq 60. Bu yer qandaydir bir x bo'lsa, ana shu x ga alfani qo'shsak, bu ham 60. Xo'p, yana qaysi muntazam? S B B. Xo'p, bu ham 60 mana bu ham. Mana bu yerim 60. Mana bu yerim 60 muntazamlikdan. FDI ni so'rayapti. FDI. Ya'ni alfani so'rabdi bizdan. Alfani so'rabdi. Xo'p, topib qo'yamiz alfani mana. Mana bu 60 ligidan bu yer 30 bo'ladi. To'g'ri burchak bo'lishi kerak-ku kvadratda. Xo'p, mana bu yerim 30 bo'ladi. Chunki bu yog'i mana to'liq 60 edi, bu yog'i ham 30 bo'ladi. 30 30 bo'lsa, mana bu yer necha bo'ladi? Bir yuz yigirma bo'ladi bu yer. 120. 120 ni qo'shnisi 60 bo'ladi. 60. Endi hozir mendan qaysi kerak? Alfa kerak bo'lsa, qanday topib olamiz alfani? Xo'p, 60. Yana biror joydan aylanib kelamizmi? Demak, mana bu burchak kerak bizga hozir. Ana shu burchakni topsak, bemalol davom ettirib ketsak bo'ladi. FDI. FDI. Mana shu burchak. Bu burchakni qayerdan olib kelamiz? Xo'p, mana shu to'rtburchakni 360 ga tengligidan foydalansak. Yo'q, bu to'g'ri kelmaydi bu. Yana qayerdan kelsak bo'ladi? Bular ham 30. Menimcha bular foydasi yo'q. Mana bu 120. Chi ham 120. Ha, 120 ni qo'shnisi mana bu yer 60. 60 60. Xo'p, bizga A burchak kerak. Alfa burchak kerak aniqrog'i. Yana qaysi tomondan olib kelsak bo'ladi? Bittasi kelib turibdi 60. Xo'p, ichidagi nima yozganlarimizni bir olib tashlab boshqatdan bitta qaraylik-da shuni. Xo'p, boshqatdan bitta qaraymiz. Ko'p yozib yubordik. Mana. Demak, mana bu 60 dedik. Bular ham 60 dan hammasi. To'g'rimi? Endi bu yer 30. Masalan, kvadrat tomoni A bo'lsa, mana bu yer ham A, mana bu yer ham A bo'lib qolyapti-ku. Muntazam uchburchak, bu ham kvadrat. Demak, mana bu yer ham teng yonli bo'lib qolyapti. Teng yonli uchburchakda 30 180 30 dersak 150, bu yerlar 75 dan bo'lib qolyapti. 75. Xo'p, biz bu yerni topgan edik. 30 bo'lsa, mana bu yer ham 30. Xo'p, bu yer jami 75 bo'lishi kerak. 75 75 30 olib tashlasak, alfani 45 ga qolar ekanda keyin. Jami 75 bo'lishi kerak. 30 ni olib tashlasak, alfaga 45 qoladi. Xo'p, keyingi misolga o'tamiz. 8-misol nima deyapti? ABC uchburchakda ABC 66 gradus, ASB 72. Demak, ana shu balandliklar F nuqtada kesishadi. Xo'p, chizib ko'ramiz. Bunga o'xshagan misol ko'p ishladik. Demak, ABC 66. ABC, mayli, shunday olaylik. Xo'p, BD balandlik. BD balandlik, CE balandlik. Mana CE balandlik tushirdik. Demak, F nuqtada kesishda, kesishgan nuqtasi F. Bu ham balandlik. Bizga ABC 66 deb aytilgan edi. ABC mana tepa jami 66 deb aytilgan edi. F nuqtada kesishadi BFS. BFS. Mana bu yer so'ralyapti ekan bizdan. Mana shu bir x bo'lsa, mana shu x so'ralyapti.
Xo'p, buni qanday topib qo'yamiz endi? Buni mana bu 66 ni endi balandlik bo'lsa x, y deb ajratib turamiz. X buni y deb turamiz. Bu so'ralayotgan narsani alfa deb belgilab qo'yamiz. Shunda mana bu 180 minus alfa bo'ladi hozir. 180 minus alfa. Shu yerdan bitta 180 ga tengligini olsak, x plus 180 minus alfa plus 90 teng 180. Va bular demak ayrilib ketadi. Alfa minus x imiz 90 gradusga teng ekan. Alfadan x ayirsak 90 gradus ekan. Xo'p. Yana qaysi tomonlardan kelib chiqa olamiz? Yana mana bu ham 90. Alfa so'ralyapti. X plus y bu yerdan x plus y 66 ga teng. Mana bu yerga x plus y olib kelsak, x plus y teng 66. Qo'shib bersak, x lar ayrilib ketib, alfa plus y imiz. Xo'p, 90 ga 66 156 bo'lib qoladi. Demak, mana bu y ga alfani qo'shsak 156 chiqsa, mana bu burchak ham aniq. Bu burchak necha bo'ladi endi? 180 dan ayirib qo'ysak 24 gradus ekan. 24 gradus. Xo'p, endi 24. Yana qayerlar aniq bizda? Xo'p. Bizdan demak A burchak so'ralgan. Yana bitta burchak berilgandi 72. A, S, B nimaga qaramadik? 72 bo'lsa, mana bu yer necha bo'lyapti endi? Xo'p, 24 72 bo'lish uchun nechaga qo'shilish kerak? 48 ga. Bu yer 48. Mana bu yer 42. 42 ni qo'shnisi. 42 ni qo'shnisi 138 bo'lar bo'ldi. Xo'p, 72 degan bitta burchak qaramabmiz berilganiga. Keyingi misolga o'tamiz. Mana shu yerda x toping deyilyapti. Xo'p, mana bu yer alfa bo'lsa, bu yer ham alfa. Bu yer beta bo'lsa, bu yer ham beta. Xo'p, alfa plus beta 140 ga teng. 140 ga, chunki uchalasini qo'shsak 180 bo'lishi uchun bu ikkalasi yig'imiz 140. Mana bu yer 180 minus 2 ta beta. Mana bu yer 180 minus 2 ta alfa bu. Endi x ta 180 minus 2 ta betani 180 minus 2 ta alfani qo'shsak, bu 180 ga teng yana. Xo'p, bu yerdan 2 ta alfa plus 2 ta betani bu tomonga o'tkazib yuborsak, 180 ni ayirib yuborsak, xo'p, bizda nima qoldi? Bu tomonda x plus 180 qoldi. Alfa plus beta 140 ga teng edi, 280 bo'lib ketadi. 2 ga ko'paytirsak, x plus 180 x teng 100 gradus bo'lib qolar ekan. Bu D variantda berilgan. 10-misol, ABC uchburchakda BAC 20 gradus deyilyapti. Demak, BAC. Buni B desak, buni A deylik. Mana bu C. Bu yerda 20 gradus debdi. Xo'p, AC bu 60. Mana bu 60 debdi. Ikkovini qo'shsak 80 bo'lyaptimi? Mana bu 100. BD teng BC shartni qanoatlantiradi. AB tomonda BD teng BC. Demak, D olamiz AB tomondan. D olsak, BD bilan BC teng bo'lishi kerak ekan. D ni bundayroq olar ekanmiz. Bu yoqni olamiz. D ni mana bu yerdan olamiz. Mana BD bilan BC teng bo'lib qolsin. Bu bilan bu teng bo'lsin. D nuqta AD ni DC ga nisbati so'ralyapti keyin. Tortib qo'yaylik. AD ning DC ga nisbati so'ralibdi. Xo'p, 100 bo'lsa, mana bu 20 bo'lsa, demak yana burchaklarni yana qaysilarni topa olamiz?
100 bo'lsa, mana bular 40 dan bo'ladi. Bu ham 40 bo'ladi. 40 ta qo'shnisi 140. 140 bo'lsa, bu yer 20, 160, bu yer ham 20. Demak, 20 chiqib qoldi-ku, mana bular ham teng chiqib qoldi. Mana bu yer A bo'lsa, bu yer ham A, bu yer ham A, bu yer ham A bo'lib qoldi. Xo'p, AD bizda mana AD A ga teng ekan. A ga teng, DS bu ham A ga teng chiqib qoldi-da, nisbati 1 ga teng bo'lib qolgan ekan. Bu B variantda bizga berilgan. 11-misolga o'tamiz. 11-misol berilganlarga ko'ra alfani toping deb aytilyapti. Alfa necha gradus berdi endi? Xo'p, mana bu teng yonligidan bu yer ham 48. Shunda 48 ga 56, 48 plus alfa hammasi 180 deb berish kerak. 48 plus alfa plus 48 plus 56 teng 180. Xo'p, bular necha bo'ladi endi? 48 96 bo'ladi. 96 ga 56 152 bo'ladi. 152 ni ayirib qo'yadigan bo'lsak 28 gradus chiqar ekan. Bu B variantda berilgan. 12-misol. ABC uchburchakda AB BC ga teng bo'lsin. Xo'p, demak, mana shunday AB BC ga teng. Qayerdan olamiz? Keling, mana shuni A deylik. BC. AB bilan BC teng bo'lsin. AB tomonda D nuqta olindi. AB tomonda D nuqta olindi bitta. AC bilan AD teng bo'lib qoldi. AC bilan AD teng bo'lib qoldi. Sal g'alati topibizda, mayli, farq yo'q. Xo'p. BCD 36. BCD. Mana bu yerda aytayapti 36 deyapti. ABC ni toping. ABC bu yer so'ralyapti x. Xo'p, nima qilamiz endi? Teng yonligidan, mana bu teng yonligidan, demak bu yer x bo'lsa, bu yer 180 minus x taqsim 2. Xo'p, shuni 3-ku bu teng yonligidan. Keyin yana mana bu yerda ham bitta teng yon degan shart bor. AD bilan AC teng bo'lsin degan. Mana shu. Demak, u yer 180 minus x taqsim 2 bo'lsa, mana bu yer ham xuddi shunday. 180 minus x taqsim 2. Xo'p. Endi bunday bo'lishi kerak. Mana ikkita ichki burchagini yig'indisi 3-tashqi burchakka teng bo'ladi. X ga 36 ni qo'shsak, 180 minus x taqsim 2 ga teng bo'ladi. 2 ni ko'paytirib boramiz. 2x plus 72 teng 180 minus x. Xo'p, 3x teng 180 dan 72 ni ayirib tashlasak necha bo'ladi? 108 bo'ladi. X teng 36 bo'lgan. 36 ekan. Mana C variantda berilgan. O'zi bizdan x so'ralgan. ABC burchak deb. Keyingi misol. Xo'p, bizdan bu yerda qaysi burchak so'ralgan? Alfa burchagimiz so'ralgan ekan. Teng yonli degan shartlari bor. Xo'p, 60. Demak, alfa so'ralgan bizga. Mana bu tomonlari teng. A bo'lsa, bu ham A, bu ham A. Xo'p, endi bitta diagonal tortib olsakmikan? Diagonal tortib olishdan foyda bormi, yo'q? Mana bunday diagonal tortsak. Mana shunday diagonal tortib olsak, xo'p, bu 60 bo'lsa, bular ham 60-60 bo'lib qoladi. Bular ham 60-60 bo'lib qoldi. Mana muntazam uchburchak. Bu ham A bo'lib qoldi. Bu ham A bo'lsa, bu ham A bo'lsa, mana bu ham teng yonli bo'lib qoldi. Bu yer ham 56 bo'lsa, bu yer ham 56. 56 ga 56 ni qo'shsak 112, mana bu yer 68 bo'lib qoladi shunda. 112 ga 68 to'g'ri. Endi jami alfa burchak 60 ga 68 qo'shsak 128 gradus chiqib qolgan. Xo'p, 14-misol. ABC uchburchakda A uchidan AD mediana o'tkazildi. Demak, ABC uchburchakning A uchidan AD mediana o'tkazildi. Mediana tomon teng 2 ga bo'ldi. Xo'p, ADB uchburchak teng tomonli bo'lsa, ABC deylik. ADB
A, D, B. Mana bu uchburchak teng tomonli deyapti. Demak, tomonlari x bo'lsa, mana bu yerlar x dan. Teng tomonli uchburchak, ya'ni burchaklari 60 dan. Xo'p, mediana bo'lsa, mana bu ham x. X bo'lsa, bu ham teng yonli bo'lib qolgan. A, S, B ni toping. A, S, B. Mana bu yer so'raldi bizdan. Xo'p, alfa. Ana shu alfa so'raldi, bu yer ham alfa. Shu ikkita alfani qo'shsak 60 ga teng bo'lishi kerak. Ikkita ichki burchak yig'indisi bitta tashqi burchakka teng bo'lishi kerak. Demak, ikkita alfa teng 60, alfa teng 30 chiqar ekan. 30 gradus. Bu bizga C variantda berilgan. Keyingi misol 15-misol chizmadan alfani toping deyilyapti. Xo'p, bu yerda x deb belgilasak, bu yer ham x bo'ladi. Bu yer y bo'lsa, bu yer ham y besiktirsalar ekan. Endi jami uchburchak olsak, 2x, 2y alfani qo'shsak 180 chiqadi. Xo'p, keyin yana bitta qoida ishlatamiz. Ikkita ichki burchak yig'indisi 3-tashqi burchakka teng deymizda, x plus y ni 3 alfa taqsim 2 ga tengligini ham bilib olamiz. Buni 2 ga ko'paytirib yuborib, bitta ayirib yuboramiz. Xo'p, 2x ayrilib ketadi, 2y ayrilib ketadi. Alfani o'zi qoladi. Bu tomonda 180 minusdan bu 2 bilan qisqarganda 3 alfa bo'lib qoladi. 4 alfa teng 180, alfa teng 45 gradus chiqadi shunda. Bu bizda B variantda berilgan. Xo'p, keyingisi 16-misol. ABC 36 gradus bo'lsa, uchburchakning AD besiktirisasi o'tkazildi. AD teng DC bo'lsa, ADB ni toping. Xo'p, ABC uchburchak. ABC 36. ABC uchburchak. Mana B burchagimiz 36. AD DC ga teng. AD besiktirisa o'tkazildi. Besiktirisa x bo'lsa, bu ham x. Endi AD DC ga teng. Bu yer bilan bu yer teng. X bo'lsa, bu ham x. ADB ni toping. ADB. Mana bu yer so'ralyapti, alfa so'ralyapti. Xo'p. Demak, qani tengliklar ishlatamiz? Mana bu uchalasini qo'shib 180 ga tenglaymiz. Alfa plus x plus 36 teng 180. Bu yerdan alfa plus x'imiz 144 ga kelib qoladi. Keyin ikkita ichki burchak yig'indisi bitta tashqi burchakka tengligidan foydalanamiz. 2x teng alfa. Alfani o'rniga 2x qo'yib yuboramiz. Bizdan o'zi lekin alfa so'ralgan. Teskarisi qilamiz. X topib olamiz. Alfa taqsim 2 qo'yib yuboramiz. Alfa plus alfa taqsim 2 teng 144. Bu demak 3 alfa teng 288 bo'lib qoladi. 2 ni ko'paytirib yubordim. Bunga 2 mahraj berib 3 ga 288 deb bo'lsak 96 gradus bo'lib qoladi. Alfa 96 gradus ekan. Xo'p, qandaydir uchburchak deb aytilyapti. Qandaydir uchburchakda alfa, beta va gamma burchaklari uchun mana shu munosabat o'rinli bo'lsa, bu uchburchakda mana shuni toping. Burchaklar demak ilzosida ichi o'rinli. Sinuslarni ko'paytmasi so'ralyapti bizdan. Xo'p. Ilzosida 3 ga teng bo'lib qolar ekan. Sinuslarning yig'indisi. Bu uchburchak uchun sinus alfa ko'paygan, sinus beta ko'paygan, sinus gamma so'ralyapti. Demak. Xo'p, bunday qilamiz. Buni o'chirib tashlaymiz, mana shunday yozamiz. O'zi uchburchakda qanday bo'lishi kerak? O'zi uchburchakda 3 ta burchagining yig'indisi alfa, beta va gamma yig'indisi 180 bo'lishi kerak. Shu yerda masalan alfa plus betani topib olsak 180 minus gamma bo'lib qoladi. Ikkita tomonni sinuslar yuborsak, sinus alfa plus beta teng sinus 180 minus gamma bo'lib qoladi. Xo'p, sinus alfa plus betamiz bu yerdan 180 dan biron nima ayrilsa, sinusda ismi o'zgarmaydi, ishorasi ham o'zgarmaydi. Ikkinchi chorak sinus gamma berib qoladi.
shu tenglikni hosil qila oldik. Endi mana bu yerdan bitta qo'shish formulasi ishlatib yuboramiz. Yo'q, yig'indi formulasi. Sinusga sinus qo'shilsa, 2 ta sinus qo'shib 2 ga bo'linadi. 2 ta alfa, 2 ta beta taqsim 2 kosinusda ayirib 2. 2 ta alfa minus 2 ta beta taqsim 2 plus sinus 2 ta gamma turibdi. Teng ildiz 3. Xo'p, endi bunday qilamiz. 2 ga bo'lib bersak, 2 ta sinus alfa plus beta kosinus alfa minus beta. Mana bu sinus ikkilangan bo'yicha ochib yuborsak, 2 ta sinus gamma kosinus gamma teng ildiz 3. Xo'p, endi mana bu sinus gammani berib qoladi. Sinus alfa plus beta sinus gammani beradi. Shu qavsdan tashqariga 2 ta sinus gamma chiqarib qo'ydim. Bu yerda kosinus alfa minus beta qolib ketdi. Plus bu yerdan 2 ta sinus gamma chiqib ketgan bo'lsa, kosinus gamma qolib ketdi. Teng ildiz 3. Endi kosinus yig'indi formulaga qo'yaman. 2 ta sinus gamma. Xo'p, 2 ta kosinus qo'shib 2 ga bo'linadi. Qo'shsak alfa minus beta plus gamma taqsim 2. Keyin kosinusda ayirib ham 2 ga bo'lamiz. Alfa minus beta minus gamma taqsim 2 teng ildiz 3. Xo'p, 2 bilan 2 ko'payib 4 bo'ldi. 4 ta sinus gamma. Endi mana bu yerdan. Xo'p, mana bu uchalasini yig'indisi 180 ligidan yana bir nimalar topib olishimiz kerak. Mana bu yerdan hozir xo'p, alfa plus gammani topib olaylik. Alfa plus gamma nima bo'ladi? Alfa plus gammani bu yerdan topsak 180 minus beta bo'ladi. Mana bu alfa plus gammani o'rniga 180 minus betani olib qo'yib yuborsak, xo'p, nima bo'lib qoladi keyin? Nima bo'lib qoladi u? Ikkisi ko'payib ketdi. Shunchaki birdan yozsak bo'ladi. Kosinus 180 minus 2 ta beta taqsim 2 bo'lib qolyapti. Kosinus keyingisi. Xo'p, bu yerdan mana bu beta bilan gammani yig'indisini topib olsak, masalan, bu yerdan beta bilan gammani yig'indisi 180 minus alfa edi. Xo'p, bu yerdan bitta minus chiqarib olamiz. Alfa minus beta plus gamma bo'lib qolyapti. Ana shu beta plus gammani o'rniga 180 minus alfani qo'yib beramiz. Taqsim 2 teng ildiz 3. Xo'p, endi ana shuni davom ettirsam, mana bu 4 ta sinus gamma turibdi. 4 ta sinus gamma. Bu 90 minus 2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, 90 minus beta o'z sinusni berib qoladi. Sinus betani berib qoladi. Mana bu alfalar qo'shilgan bo'lib ketib, kosinusda joyini almashtirsa ham bo'ladi. 180 minus 2 ta alfa bo'ladi. 90 minus alfa bo'ladi 2 ga bo'lsak va bu sinus alfani berasizmi o'zgarib ketib. Ilzosida 3, demak 4 ga bo'lib qo'ysak, sinus alfa sinus beta sinus gamma ilzosida 3 taqsim 4. Zo'r savol ekan, mana shu haqiqiy sertifikat darajasidagi savol ekan. Xo'p, 18-misol. 18-misolda nima deyilyapti? Demak, alfa berilgan, mana shuni topishimiz kerak. Xo'p, alfani topishimiz kerak. Xo'p. Nima qilamiz? 38 ligidan mana bu yer 90 bo'lsa, 38 ga nechini qo'shsak 90? 52 ni, 52 gradus chiqib qolar ekan. 52 gradus. Endi hozir mana bu tomon bir A tomon bo'lsa, ana shu mana bu yer ham A tomon. Shu tomonlar teng bo'lib qolyapti. Xo'p, mana bu yer B bo'lsa, bu yer ham B. Demak, bu yer ham 90 bo'ladi. Bu yer ham 90 bo'ladi. Xo'p, umumiy qaraydigan bo'lsak, mana bu burchak hozir bizlarga kerak bo'lyapti. O'sha burchakni qanday topamiz? Xo'p, o'sha burchakni qanday topamiz?
Demak, bunday qilaylik, bitta bu yerdan bitta A dan D ga qarab bitta kesma tortaylik. A dan D ga. Natijada mana bu balandlik buni B kesmalarga ajratganiga ko'ra, bu teng yonli uchburchak. 38 ligidan bu ham 38 gradus bo'lib qoladi. Teng yonlida balandlik mediana vazifasini ham bajarar edi. Xo'p. Endi bu yerda 38 ligini topib oldik. 38 ga 38 ni qo'shsak, necha bo'ladi? 76 180 dan 76 ni ayirsak. 104 52 bo'lsa, mana bu ham 52 bo'lib qolyapti. Xo'p. Yana qayerda teng edi? A bilan A ni tengligini ham ishlatib ko'rmadik-ku. Bu ham A bo'ladi-da, keyin to'g'ri. Bu A bo'lsa, bu ham A bo'ladi. Demak, bu yerda ham yana bitta teng yonli uchburchak hosil bo'lib qolyapti. Uni ham asosda burchaklar teng bo'ladi. Xo'p, bu degani mana bu alfa burchak bilan mana bu 104 ni qo'shnisi teng bo'lib qolishi kerak. Bu 104 ga 50 ga keldik. 104 ni qo'shnisi 76 bo'ladi. Alfa 76 ga teng ekan. 76 gradus bo'lib qoladi. Xo'p, keyingi misolga o'tamiz. 19-misol. Uchburchak chizib olamiz. Demak, ABC uchburchak, ABC uchburchak berilgan. Bizga qayerdan bergan? BAC. BAC mana bu yerda 78 deb aytibdi. Xo'p, ACB mana bu yerda 54 deb aytibdi. Tepa necha bo'ladi? Tepa shunda 48 bo'ladi. 180 ga tengligidan foydalansak. Keyin uchburchakning AD balandligi. AD balandlik tushiramiz. Xo'p, va BL bisektrisasi. BL bisektrisa. Hamda bisektrisa ham tushiribmiz. Xo'p, endi burchaklarni belgilab chiqsak, mana bu yerlar 24 dan ajralib qoldi bisektrisa bo'lgani uchun. Bu 90 bo'lsa, o'zi qayer so'ralgan? Orasidagi burchak. Orasidagi burchak so'raldi. Mana shu yer. Bo'ldi, mana bu 90 bo'lsa, 90 24 bo'lsa, 24 ga nechini qo'shsak 90? 66 ni. 66 gradus ekan. Keyingi savol, oxirgi misolimiz bo'ladi bu. Xo'p, bizdan nima so'ralibdi bu yerda? Ayirma. EFS dan EAC ni ayirmasi so'ralibdi. Demak, mana bu yerda belgilash olamiz. EFS topib olaylik, tamam. EFS qaysi? F o'rtada qolishi kerak. EFS ga qarab ketish kerak. Mana bu yer. EAC. EAC mana bu Y. Shu ikkalasini bizdan ayirmasi so'ralibdi. Xo'p, topamiz. Nima qilamiz? Birorta bitta belgilash olmasak bo'lmaydi. Birorta belgilash olamiz. Aytaylik, mana bu burchakda bitta nima deymiz? Alfa burchak deb tursak, mana bu ham alfa. Alfa. Endi 30 ga alfani qo'shsak, mana bu yer 30 plus alfa bo'lishi kerak. Ikkita ichki burchak yig'indisi 3-tashqi burchakka teng. 50 ga alfani qo'shsak, mana bu yer 50 plus alfa bo'lishi kerak. Xo'p. Bularni 4 burchak bo'lib qolyapti. Bu yerda shu 4 burchakni 360 ga tengligini foydalansak. 50 plus alfa. Nima bo'ladi? Demak, x plus y plus 50 plus alfa. Keyin 30 plus alfa. 4 burchakning ichki burchaklari 360 bo'lsa, bu yerdan x plus y plus 2 ta alfa teng 360 dan 80 ayirib tashlasak 280 ga teng bo'lib qoladi.
Xo'p, lekin bizda x minus y kerak bo'lyapti bizda. Keyin mana bu yerdan ishlatsak-chi, mana bu masalan bitta to'g'richiziqda yozib yotibdi. Mana shu yer. Demak, x ga alfani qo'shsak, bundan kelib chiqadiki, x ga alfani qo'shsak 180. Yoyiq burchak bo'lib turibdi. Bu tomoni ham shunday turibdi. Mana bu yerdan shunday yozib olsak, x plus y plus alfa 280 deb yozsak-da, x plus alfaga 180 qo'ysak, y plus alfamiz demak 100 gradus bo'lib qoladi. Y bilan alfani yig'indisi 100 gradus bo'lib qoladi. X plus alfa esa necha edi? X plus alfa 180 edi. Shuni bitta ayirib yuboramiz. X minus y qoladi, alfalar yo'qolib ketib, bu 80 gradusga teng bo'lib qolar ekan-da ayirmasi. Xo'p, keyingi darslarimizni ham o'tkazib yubormang. Hammaga rahmat. Matematikani sevishda davom eting.